52. Teviblar bilan munosabat qilish haqida. Bulardan boshqa yana bir qancha tabaqa bor. Diqqat qilinsa, bilimda bir-biridan farq qiladi. Ulardan biri teviblardir. Barliq og'riq siloqlarga u shifogardir. Bu kishilarmi sana bak kerakli kishilar. Ularsiz hayot o'ngishli bo'lmaydi. Odam yashaydikan og'ribmi qoladi. Kasalni tevib ko'rsa dori bilan davolaydi. Qara, kasallik odam uchun o'limning qo'ldishidir. O'lim kishiga hayotning tang tushidir. Bularni o'zingga yaqin tut, yaxshi-ku. Bular kerakli kishilardir, haqqini qo'g'da.